qanaqa yigit bilan turmush qursangiz baxtli bo'lish ehtimolingiz katta, ajrim ehtimoli juda kam. Yoxud turmushga tayyor yetuk yigitning asosiy belgilari. Oxirigacha ko'ring, juda ham manfaatli bo'ladi baxtingiz va kelajagingiz uchun. Ketdik. Birinchisi, to'ydan keyin qayerda yashaysiz? Bu juda muhim. Ya'ni ota-onasini uyidami yoki bo'lmasa alohidami? Odatda separatsiya bo'lgan mustaqil yigitlar, ular alohida yashashadi. Ya'ni arendaga snimat qilishi mumkin yoki bo'lmasa o'zi olgan bo'lishi mumkin. Bir xonali bo'lsa ham, lekin ota-onani uyi bu baribir ota-onani qo'rg'oni. O'sha ota-onada, o'sha uyda ota-onani bosimi bo'ladi, nazorati bo'ladi, ularning qoidasi bo'ladi va o'sha yerda ota-ona boshqaradi hamma narsani. Bu esa yoshlarga o'z hayotini yashashiga, bemalol kirib chiqishiga, bilmadim, ayollar erkin kalta ishtonlarda uyida yurishiga va umuman o'zini xohlagan posudasi, o'zini xohlagancha uy tutish, o'zini erkinligini cheklaydigan narsa. Chunki tabiatan yigit oldin separatsiya bo'lishi kerak va separatsiya degani o'zi mustaqil oyoqqa turadi, uyni ham hal qiladi. Sotib olish qiyin bo'lsa, uni arendaga oladi, o'sha joydan keyin alohida yashashadi va birga harakat qilib, u yog'ini erishaverishadi. Lekin ota-onani uyi bu baribir bosim va ota-onani uyida uchinchi shaxslar aralashuv, mana bunaqa situatsiyalar juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun agar men ham uylanganimda ota-onamni boshida uyda yashaganman 1 yil, lekin keyin alohida chiqqanmiz arendaga. Mana hozir Xudoga shukr uyimiz bor. Nima demoqchiman? Обязательно so'rang qayerda yashaysizlar, chunki boshpana uy masalasi juda muhim masala va agar ota-onani uyida bo'ladigan bo'lsa, qachongacha va keyin qanday u yog'i qayerda yashaladi? Bularni belgilab oling. Chunki yana bir marta aytaman, men ota-onani qadrlash, mehr berish tarafdoriman. Lekin alohida yashab, alohida qo'rg'onida va o'zlarini hayotini mustaqil yashab, o'sha joydan turib muruvvat ko'rsatish tarafdoriman. Shuning uchun boshpana masalasi juda muhim. Buni boshidan gaplashib oling yoki уже seziladi bu. Agar yo'q, hech qachon ota-onamsiz alohida yashamaymiz deydigan bo'lsa, unda uchinchi shaxslar aralashuvi 99% ehtimol bilan sizni hayotingizda обязательно bo'ladi. Bu esa anchagina stress. Dальше. To'ydan keyingi sizga bo'lgan uni munosabati qanaqa? Ya'ni yetuk yigit to'ydan keyin sizni ishingiz bo'lishi, o'qishingiz bo'lishi yoki o'z hayotingiz, ya'ni tug'ish, xizmatdan tashqari o'zingizni shaxsingiz bo'lishi, o'zingizda erkinlik bo'lishi, masalan, sayohat qilishingiz mumkin dugonalaringiz bilan, dalshi o'qishingiz mumkin, ishlashingiz mumkin va aslida shaxs mana shunaqa bo'ladi. Tuqqan yoki o'sha turmushga chiqqandan keyin tamom butun olamini topshirib, tamom butun umr endi mana shu bolalarimga yoki erimni kutish bilan ovora bo'laman demaydi. Yetuk inson esa rivojlanishingiz tarafdori bo'ladi. Mana u tarif, mana ayolim ishlaydi davlat idorasida, parallel ravishda magistraturada o'qiydi. Men unga yordam beraman, qaysi ma'noda bolalarni olib turaman o'qigan payti. Ba'zan ovqat pishirib berishim mumkin, u rivojlanayotgan payti. Bu menga aksincha yoqadi. Uyda 4 ta devorning ichida o'tirishdan. Shuning uchun sizga bo'lgan rejalarini albatta so'rang va u bilan bu haqida muhokama qiling. Dальше. Hayotga, odamlarga, ishiga, umuman mana shu jamiyatga bo'lgan fikrga e'tibor bering. Yetuk inson boshqalarni ayblab, masalan, ishxonadagi xo'jayin jonimga tegdi, juda ham qo'pol, bo'lmaydigan odam yoki bo'lmasa ota-onasini, dadam mana shu hiqildog'imga keldi, nuqul bosim qiladi, oyim unaqa degan narsalarni aytmaydi, chunki bu yetuk erkakni, yetuk insonni ishi emas. Bu jalba. Bu bilasizmi, bu nolish. Bu boshqalarni ayblash va o'zini xatolari ustida ishlashga tayyor bo'lmaslik. Bu yosh bola pozitsiya. Shuning uchun uni hayotga bo'lgan negativ qarashlari bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa hammadan noliydigan, o'rtoqlarini yomonlaydigan, mana shunaqa toifa erkak bo'ladigan bo'lsa, o'sha negativni
o'sha agressiyani oilaga olib keladi u uylangandan keyin. Keyin xotiniga qiladi, keyin xotinini boshqalarga yomonlab yuradi. Tushunyapsizmi? U ulg'aymagan hali. Yetuklikning asosiy belgisi atrof muhitni va yaqinlarini, umuman insonlarni yomonlash emas, ular hayotga pozitiv qarash. Va qanaqadir sinov bo'lsa, og'ir muammo bo'lsa, to'xta, men nimani o'zgartira olaman deb qarash. Ana shu hayotga bo'lgan pozitiv, negativ e'tibor bering. Bu juda muhim, chunki pozitiv qarashli erkakni ish ham yurishadi, oilangizda fayz bo'ladi, negativ bo'lsa, uni agressiyasi sizga, farzandlaringizga ham singa boshlaydi. Bu juda muhim. Munosabatdagi muammolarga qanaqa reaksiya bildiradi? Ya'ni agarda orangizda muammo bo'lib qolsa, sizni ayblaydimi faqat yoki bo'lmasa muammodan qochadimi? Bu juda muhim. Yoki o'rtaga qo'yib muammoni gaplashishga harakat qiladimi? Mana shu narsalarga juda e'tiborli bo'ling. Chunki agarda muammo bo'ldi deguncha sizni ayblab yoki bo'lmasa baqirib, kallang ishlamaydi, tovuq miya, xullas ni в коем случае agarda kamsitib yana qo'l ham ko'taradigan bo'lsa, u bunaqa erkakka turmushga chiqish qat'iyan man qilinadi. Nega? Mani gapimni hozir qulog'ingizga zirak qilib taqib oling. Turmushdan oldin qilgan mana shu xatti-harakatlari turmushdan keyin 5 barobar bo'ladi. 5 barobar. Agar qo'l ko'targan bo'lsa 5 barobar ko'taradi, agar haqoratlagan bo'lsa 5 barobar haqoratlaydi. Shuning uchun uni sizga bo'lgan munosabati turmushdan oldin, uni muammolarga bo'lgan munosabati, o'zi umuman uni emotsionalniy intellektini e'tibor bering. Emotsionalniy intellekt degan, seni qalbingni hurmat qilaman, emotsiyalaringni hurmat qilaman va men o'zimni emotsiyalarimni ham hurmat qilaman. Shuning uchun gaplashishga, hal qilishga, spokойный, xotirjam o'zimni tutishga tayyorman degan. Shuning uchun bu juda muhim. Tam panika qilib nimalarnidir uradigan, sizni emas, tam jahl qiladigan, nuqul agressiya ko'rsatadigan bo'lmasa so'kib onangni, otangni deb baqirib agressiya ko'rsatadigan erkak katta ehtimollik bilan abuser va to'ydan keyin 5 barobar bo'ladi. Dalshi. Daromadi qayerdan kelyapti? Bu juda muhim. Yigitni oila boqishga daromadi bormi? Hozir gap u boyligi bormi, geyligi bormi, millionermi bu haqida emas. Хотя бы o'zini eplashga va ayolini tush, lak, qalam, tam xolodilnikka, tam bazaviy xarajatlarni qilishga unda daromad bormi? Ana shunga e'tibor bering. Chunki agar qo'lida daromad yo'q, uni daromadi otasidan kelyapti, akasidan kelyapti, yana katta xolasidan kelayotgan bo'lsa, bilingki sizni hayotingizga burun tiqish ta'minlangan. O'sha daromadni unga berayotgan insonlar birinchidan hayotingizni boshqaradi, nazorat qiladi, bolalaringizni ismini ham qo'yadi. Siz esa majbur bo'lasiz, что, eringizni daromadi ular berayotgani uchun. Eringizga keladigan bo'lsak, u hali turmushga tayyor emas. Agar qanaqadir xo'j taksist bo'lsin, nonvoy bo'lsin, farqi yo'q. Lekin oilani boqishga, ba'ziviy ehtiyojlarni qilishga qurbi yetyaptimi? Daromadi bormi? Bunga juda e'tiborli bo'ling. Ana shunaqa intilishi bor, daromadi bor yigitga turmushga chiqish kerak. Chunki daromad kimlardandir kelayotgan bo'lsa, bu yigit hali ulg'aymagan. Yosh bolaning birinchi belgisi uni ta'minlab yurishadi. Ulg'aygan insonning separatsiyaning eng asosiy qoidasi mustaqil o'zini eplay oladi. Turmushdan keyin ayolini eplay oladi va intilishi bor yana. Boylik haqida emas. Boy bo'lsa, bunga o'zi erishgan bo'lsa, unda juda ham zo'r, nimaga yo'q. Daromadiga e'tibor bering обязательно. Хорошо? Tam otasi prokuror ekan yoki bo'lmasa sudya ekan, otasi tadbirkor ekan, normalniy hammamizga yetadi deb turmushga chiqsangiz, butun ota nazorat qiladi sizlarni. U bola ulg'aymagan bo'ladi, hamma narsani, otam bilan gaplashasan, otam bilan hal qilish kerak, otamdan so'rash kerak, u ulg'aymagan. Chunki mustaqil oyoqqa turgan bo'lishi kerak. Bu juda muhim. Tam Virva Zaraga o'xshab sevishib yurishlaringiz, bular hammasi ajoyib, lekin to'ydan keyin sevgi emas. Mana bu oshqozon va ba'ziviy daromad va mana bu xolodilnik muhim bo'lib qoladi ro'zg'orda. Sevgi keyingi darajali bo'lib qoladi. Tushunyapsizmi? Dalshi. Sizni shaxsiy hayotingiz, hobbilaringiz, uchrashuvlaringiz, maqsadlaringizga qanaqa qaraydi? Agarda ularni
chopmoqchi bo'lsa, ya'ni taqiqlaydigan bo'lsa, IELTSga qatnamaysan, kerak emas, suzishga bormaysan, senga kerak emas, mana shu nima deydi, to'lachadan kelganliging bilan sevaman, o'qish senga kerak emas, o'zim seni boqaman, ish vobshe kerak emas, o'zim boqaman deb sekin to'ydan oldin olamingizni tortishga harakat qilayotgan bo'lsa yoki o'sha to'ydan keyin mana shu rejalarini aytayotgan bo'lsa, sen uyda o'tirasan, men asosiysi seni boqaman deydigan bo'lsa, bu red flag. Nega red flag? Uyda o'tirasan deydigan erkak o'sha ayolni bor budini, shaxsini tortib olishga moyil bo'ladi. O'sha shaxsini yo'qotgan, o'zligini yo'qotgan ayol borib qadri qolmaydi. O'sha erkak keyin ustiga yana xotin oladi, boshqalarga intila boshlaydi, o'zi olamini tortib olib, uyga qafasga tiqib, o'zligini undan sug'urib olib va keyin o'zi mazza qilib yashayveradi. Bu ayol esa konsultatsiya, kurs yuradi. Shuning uchun sizni shaxsiy hayotingiz, uchrashuvlaringiz, hobbilaringizni hurmat qiladimi? Maqsadlaringizni hurmat qiladimi? Agar bo'lsa-da, maqsad bo'lsa, men Amerikada o'qimoqchiman yoki birga harakat qilmoqchiman, bilmadim, IELTS olmoqchiman, institutda dars bermoqchiman, doktorlik yoqlamoqchiman. Ishoning, agarda u seni ishing faqatgina uyda o'tirish, ovqat pishirish, ota-onamni rozi qilish, ayolning ishi shu deydigan bo'lsa, 100% konsultatsiya olasiz, 100% meni klientim bo'lasiz. Men sizga buni 100% deb ayta olaman. Chunki yillar davomida men ayollar bilan ishlayman, erkaklar ham ayollar bilan va jamiki o'z olamida erkak uchun kechgan ayollar xiyonat ko'radi, qadrsizlanadi, qo'l ko'tariladi, chidaydi va oxir oqibatda уже majbur bo'ladi buning uchun kurashishga. Yosh esa 40 ga chiqqan bo'ladi. Shuning uchun sizni olamingiz, sizni hobbilaringiz boshqa, turmushdan boshqa ham maqsadlaringizni hurmat qiladi yetuk erkak. Dalshi. Ishiga bo'lgan munosabatiga e'tibor bering. Ya'ni erkak kishini ishi, daromadi bu oilada o'sha erkakni bezaydigan, uni sizga, sizni unga sevdiradigan, chunki intilmaydigan mas'uliyatsiz erkakni ayol sevmay qo'yadi, hurmat qilmay qo'yadi. Va oilani asosiy erkakni mana shu ko'rkam qiladigan va oilani erkak tomonidan ushlab turadigan eng asosiy uni quroli va uni bezagi, qalqoni. Agar ishi va agarda qanaqadir intilishi bo'lsa, maqsadlari bo'lsa va har doim nimalargadir erishadigan harakatchan erkak bo'lsa, bu juda yaxshi. Chunki mana harakat qilmaydi, trading bilan shug'ullanadi, XPET qiladi, kreditlari bor, qarzlari bor, nuqul botqoqda, nuqul qanaqadir bitta ishni boshini tuta olmaydi, bundan bu yerga ketadi, undan u yerga ketadi. Xullas hamma yomon, ishlar bo'lmaydigan. Xullas mana shunaqa tayin ishi yo'q, maqsadi yo'q, intilishi yo'q va ishiga bo'lgan munosabati ham bilmadim, men oxirigacha bu yerda ishlamasim kerak yoki bu menga yoqmaydi deydigan bo'lsa, bu juda ham nima desa bo'ladi, katta muammoga aylanadi to'ydan keyin. Yigitni intilishi bo'lsa, maqsadlari bo'lsa, kerak bo'lsa, o'sha maqsadlari asosiy uni xayolidagi narsalar bo'ladigan bo'lsa, har doim bunga erishaman, mana bunaqa qilaman, hozir mana o'quv markaz ochmoqchiman, допустим-da, yoki bo'lmasa magistrni tugatdim, endi yana dalshi o'qimoqchiman, harakat qilmoqchiman, ishda karyeraga, xullas nima bo'lsa ham intilishi bormi, maqsadi bormi, bunaqa erkak bilan ko'chada qolmaysiz. Bunaqa erkak bilan och qolmaysiz. Bunaqa erkak bilan bolalaringiz egnini siqib yashamaydi. To'kin sochillikda yashaysiz va bunaqa erkakni avvalo siz sevasiz. Erkakni baribir ayol o'lja olib kelishi bilan birga sevadi. U erkak alpomish, kachok, Schwarzenegger bo'lib yotibdi, lekin o'lja olib kelmaydi, ishini tayini yo'q, divanda pul ko'ylab yotadigan bo'lsa, uni seva olmaysiz. U sizni ko'zingizni oldida yosh bola ko'rinaveradi. Shuning uchun agarda uni intilishi bormi, maqsadlari bormi, bu erkakni mahkam ushlayvering. U bilan ko'chada qolmaysiz. Dalshi. U sizni qalbingiz bilan hisoblashadimi? Bu juda muhim. Ya'ni odatda yigitlar bizda hamma narsani o'zi hal qilishga harakat qiladi.
o'zi shart qo'yadi, o'zi hamma qoidalarni aytadi va o'sha qiz to'ydan keyin qanaqa hayotda yashashini ham faqat erkak, o'sha yigit hal qiladi. Ya'ni go'yoki o'sha yigit qizga одолжение qilyapti, "Men senga uylanyapmanmi, demak sen meni uyimda xizmatimni qilasan." Tam to'yga Shohruxxon keladi va undan keyin bir ro'ga Tohir keladi, boshqa joyda ham to'yi bor ekan, o'tmishimdagi qizni to'yida. O'shaning uchun Sitorani ham chaqiraman, to'ydan keyin Toshkentga borib, bitta chortoq suvni ichib aylanib kelamiz. Meni rejalarim shu, tamom. Shu. Qiz o'tiraveradi, "Manchiman. Meni orzu-havasimchi?" Ya'ni yetuk yigit sizdan so'raydi, "Sen nimani xohlayapsan? Seni maqsading nima? To'ydan keyin qanaqa yashashni istaysan? Qayerda yashamoqchisan? Va umuman turmushga bo'lgan sani qarashing nechik? Sizni qalbingiz bilan hisoblashadigan, sizni ra'yingizga qaraydigan, sizni fikringizga e'tibor beradigan va qalbingizni xohishiga e'tiborli bo'lgan yigit yetuk yigit. Uni hurmat qiladigan. Agarda shu o'zi aytadi, "Tamom, mana shunaqa yashaymiz yoki mana shunaqa bo'ladi, men aytganim bo'ladi, men faqat haqman." Bu juda qo'pol muammolarga aylana boshlaydi to'ydan keyin. Yetuk erkak avvalo qarshisida yetuk shaxs o'tiribdi. O'sha shaxsni ham qarashlari, qadriyatlari, maqsadlari, olami bor. Uni hurmat qiladi va uni fikrini hurmat qiladi va ikkalasini jipslashtiradi. Juda bunga e'tiborli bo'ling. Faqat o'zini xohishi muhim. Sizni qalbingiz esa chetlab o'tiladigan bo'lsa, xohishlaringiz, это тоже red flag, к сожалению. Дальше. Uni yonida nima his qilasiz? Bu ham juda muhim. Ya'ni xotirjammisiz? Kelajakka ishonchingiz bormi? Uni oldida himoyalanganmisiz? Yoki bo'lmasa uni oldida tanangiz siqiladimi? Uni oldida qo'rquv sezasizmi yoki kelajakda o'zi bu bilan baxtli bo'lamanmi yo'qmi deya может быть xavotirlanadigan bo'lsangiz, bu afsuski yaxshi belgi emas. Chunki mana yetuk erkak va sizni juftingiz oldida siz xotirjam bo'lishingiz kerak. Ya'ni tomdan tashash, sevgi, babochka в животе, bular aslida muhabbat haqida emas, bular ximiya. U nosog'lom sevgi o'tadi. Lekin agarda sizda xotirjamlik bor, uni oldida himoyalangansiz va realni o'zingizni erkin qo'yib, aslingiz kabi bo'ladigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi belgi. Juda ham yaxshi belgi. Shuning uchun agarda yetuk yigit, ya'ni o'sha sizni aynan siz baxtli bo'ladigan va katta ehtimollik bilan u bilan ajrashmay mazza qilib yashaydigan yigitni oldida boshidan o'zingiz va qalbingiz yayrashni va xotirjam bo'lishni boshlaydi. Bu juda muhim. Dальше. Qadriyatlarini so'rang, kerak bo'lsa sizdan so'rasa, o'zingiznikini ham aytishingiz mumkin. Qadriyatlari ichida, mana bizni jamiyatda qadriyatlar ichida eng asosiysi ona turadi. Onamni rozi qilasan, ota bir qo'shilishi mumkin bu yerga, lekin asosiysi ona. Ona bu ajoyib, meni ham onam bor, lekin onamni rozi qilasan, faqat onamni xizmatini qilsang, onamni degan narsa bu qo'rqinchliroq narsa. Nega? Chunki eng asosiy qadriyati faqat onani rozi qilish bo'lganidan keyin sizni ham qadriyatingiz va asosiy maqsadingiz uni onasini poyiga bosh egish bo'ladi. Yetuk separatsiya bo'lgan erkak bu onadan uziladi, onani yaxshi ko'radi, unga mehr beradi, muruvvat ko'rsatadi, keyin o'zini qo'rg'onini quradi. Mana bu uni ustuvor prioriteti bo'ladi. Mana bu farzandlarim, bolalarim va o'sha joydan turib, ota-onamga muruvvat ko'rsataveraman, yordam beraveraman. Va o'zini mas'uliyatini qilayotgan erkak, o'zi o'sha ayolini sevib, hurmat qilib, uni qalbiga ozor bermay, haqiqiy erkaklik qilayotgan yigit uchun ayoli ham uni ota-onasini poyiga bosh egadi. Lekin meni qadriyatim ota-onam va sen ham qadriyating endi shu bo'ladi deydigan joyda uchinchi shaxslar aralashuvi bo'ladi va o'sha joyda muammo bo'ldi deguncha ular nima desa shu, haqmi nohaqmi shu bo'ladi va u yerda yigit separatsiya bo'lmagan. Separatsiya bo'lgan yigitni уже katta oiladan tug'ilgan joyidan уже uziladida, keyin asosiy qadriyati farzandlari, mana bu ayoli va mana bu qo'rg'oni bo'ladi. Va ota-onasi ham. Tabiiyki ularni hech kim ajratmaydi, пожалуйста. Lekin o'zi butun
qadriyatim ular va ular bilan birga yashaymiz, hech qayerga ketmaymiz va ularni rozi qilishing kerak va ular haqmi nohaqmi по-любому haq va faqat ularni gapi gap deydigan bo'lsa va boshidan buni belgilari signal bo'ladigan bo'lsa, bilingki hayotingizda har doim bosim uchinchi shaxslar bo'lishi kafolatlangan. Bu esa oxir oqibatda ajrimga olib kelish ehtimoli bor. Ota-ona qadriyati bu ajoyib qadriyat, bu yomon qadriyat emas. Lekin ota-ona eng asosiy qadriyat bo'lib, keyin o'sha ularni rozi qilish uchun kelin ham hamma narsaga chidashi kerak, o'zi ham hattoki ba'zi bir joylarda ular nohaq bo'lsa ham egnini siqib chidab yashaydigan bo'ladigan bo'lsa, bu tabiat qonuniga zid, hayot qonuniga zid. Chunki tabiatan biz inimizga, dinda ham bor bu narsa, inimizga ketishimiz, o'z qo'rg'onimizni qurishimiz, o'z oilamizni, farzandlarimizni katta qilishimiz va o'zimizni kerak bo'lsa rozi qilishimiz kerak. Ota-onaga esa chetdan muruvvat ko'rsataveramiz. Shuning uchun eng asosiy oliy qadriyatim onam va sen ham ularni rozi qilishing kerak deydigan bo'lsa, u yog'i uje afsuski kindigi uzilmagan yigitni ulg'aytirishga, kindigini uzish uchun butun umringizni va baxtingizni, yoshligingizni sarflashga to'g'ri keladi. To'ydan oldin u bilan uchrashayotganingizda sizni holatingiz, sizni ichki xotirjamligingiz, u bilan qo'rqmasligingiz, kelajakka ishonishingiz va yuragingiz jiz etishi muhim. Ya'ni agarda ko'ngil tortmayotgan bo'lsa, bu yigit sizga yoqmayotgan bo'lsa, unga turmushga chiqish tavsiya qilinmaydi. Chunki uje ko'ngil sizni aldamaydi. Хорошо? Uni oldida yana bitta belgini ayting. Uni oldida siz rivojlanasizmi? U bilan siz ko'klarga ko'tarilyapsizmi yoki bo'lmasa pastga qarab sho'ng'iyapsizmi? Agar u kelmasidan oldin sizni hayotingiz go'zal edi, baxtli edingiz, u kelganidan keyin pastga qarab sho'ng'ishni boshladingiz, rivojlanish emas, degradatsiya boshlandi, pastga rivojlanish boshlandi, bu juda yomon belgi. Bu inson bilan to'ydan keyin o'sha gap 5 battar bo'ladi. Shuning uchun bularga juda ahamiyatli bo'ling. O'zingizga xo'jayin emas, hamroh qidiring va erkakni o'zingizga xo'jayin qilib emas, uni o'zingizga hamroh qilib ko'rsating va ana shunda sizni hayotingiz ham go'zal bo'ladi, baxtingiz ham butun bo'ladi. Erkak oilaga xo'jayin, oiladagi konkretni shaxslarga xo'jayin emasdir. Chunki biz insonmiz, o'zimizni aqlimiz, o'zimizni fikrimiz o'z hayotimizga yetadi. Salomat bo'ling. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Hamma gapimni ilmimdan, tajribamdan, vijdonimdan kelib chiqib gapirdim. Bundan oldingi videolarimni ham ko'ring, ular juda ham manfaatli. Pulga sotiladigan informatsiyalarni men YouTube'da tekinga beraman. Так что manfaatli bo'lsin. Rahmat, o'zingizni asrang.